bir videochadan ko'rdim. O'zim bir shuni ispitat qilib ko'rdim. Mumni tezroq ramkaga yopishtirish yo'lini. Bu mumni ziyodini kesib tashlaymiz. Ramkani shunday to'g'rilab qo'yib olamiz. 12 voltli blok pitaniyadan bu konetsdan bu konetsga, ya'ni bu simni ikki chekkasidan, ya'ni tortilgan tor simni karotka beramiz. Karotka bergandan keyin sim qiziydi. Sim qiziganning hisobiga 12 volt qanaqa sekundgacha mana tayyor. Fix ortilgan, yaxshi qotgan mana. Qo'yvormaydi ham.